Do'stlar, assalomu alaykum. Mana bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni hammalaring yaxshi taniydigan Muhammad Ali Kulibay familiyasi. Do'stimiz bilan intervyu olamiz. Vali musofirchilikda eng cho'qqisi bo'ladi-yu, qiyinchiliklarini ham, yaxshi kunlarini ham boshidan o'tkazgan, shu haqida gaplashamiz. Otabek aka, nima deysiz aka? Aka, men mutlaq qo'shilaman. Chunki buni Alinur do'stimiz kelganiga kecha emas, kechada emas, bu 5 yil, 6 yil bo'lsa keyin. Qanchalik qiyin bu o'tgan hayotda представить можно. Agar tilni bilmay kelgan joyingizda, siz bilmayapsiz, что у вас там ждет. To'g'ri. Язык, менталитет общения, musulmon davlat internetda ko'rsa bo'ladi. Потому что Senegal 95% musulmon davlat. Shunaqa. Мне тоже очень интересно. Я бы хотел услышать, как это все у него происходило. Qiyinchilik bo'ldimi, bo'lmadimi? Shunaqa, Muhammad Ali samolyotga minding, do'st. Xayolingga O'zbekiston degan joyga uchayapsan. Nima ro'y berdi? Aytib ber, o'ylaganingdan yaxshimi yo unaqa emasmi? Nima tasavvurlar qilgansan? Birinchi assalomu alaykum deyman. Dirsot, Otabek. Da bu savollarni berganingizdan juda ham xursand bo'laman javob berish. Da O'zbekiston kelganimdan mas 5 yil, endi 6 yil bo'ldi-da. Men alhamdulillah da yurimish ishlar bilan. Bir xil tinchlik bor, bir xil yomon tomonlar bor. Shu hayot. O'ylaganing bo'ladi-yu, masalan, men Senegalga ketadigan bo'lsam, xayolimga keladi-da, birinchi bo'lib Senegal qanaqa davlat ekan deydi. Keyin boraman, keyin bilaman-da, qanaqa men o'ylaganingdan zo'rmikan yo qanaqa ekan uruin mana O'zbekiston davlati. Nima xayolingga qanaqa kelgan? Yo, pasti mana bir xilda Afrika tomonlari, mana Afrikada 54 davlat bor. Afrikada qit'a. Pasti ko'pchilikdan o'ylayapti, Afrikada bitta joy. Afrika borsangiz 54 davlat bor ichiga. Odamlar har xil. Muammolar yashashi ham boshqacha. To'g'ri. To'g'ri. Har xil jurnalist bor. Вот когда ты приехал в Узбекистан, тебя кто-нибудь ждал здесь? Bugün kutdimi seni? Kutib oldimi? Aliki, do'stlarni? Yo'q, просто o'zingga bir kuch iroda edi. Yo'q, masalan, mana O'zbekiston yosh bo'lgansan. Yo'q, O'zbekiston nima sabab kelganimda, o'qish sabab kelganman. Jahon tillari sabab kelganman. U paydan kelganman, aeroportdan o'zim universitet qutyapti-da, mana shu paydan o'qiganman. Направление чисто o'qish bo'lgansan. Da, kelganman-da, to'g'risi. Keyin shu paydan o'qib bilan hamma amalab ketaman. Endi odamlar shu paydan dadam to'g'risi o'zi kontrakt bilan o'zi to'lib yuradi, amalab ketdi ko'p narsa. Endi o'zimiz katta bilamiz, to'g'risi ko'p narsa mana yashaysan. Oxirgacha hamma kvartira, hamma o'zingiz yeydigan narsa o'zi xaraj qilish kerak. Shu paydan keyin ishlayman, o'qiyman. Oxirgacha kontraktimdan dadam shu paydan sal yosh katta bo'ladi. O'zi ko'p narsa amalab ketolmaydi. Men o'zim bilimda endi ali katta bola bo'lib ketdi. Oilalar boqish kerak-da. To'g'risi. Endi nima borib bo'ldi. Endi ishlar bilan yuribman. Alhamdulillah, пока marketing bilan yuribman, reklama bo'yicha shu naqa narsalar. Добро, я понимаю. Ali, вот смотри, когда ты sen kelganingda O'zbekistonga, masalan, shunday ответственность o'zingga bilding, qanchalik og'ir o'zing to'lashing kerak endi boshqa davlatda izlamiz, ish kerak. Ish uchun muomala kerak. Обязательно uni eng qiziq u. Shu, endi sen kelganingda qanchalik qiyinchiligi, qanaqa ish og'irligi bo'lgan? Mana masalan, birinchi kelganimda qanchalik iroda bo'lganki odamda, он прорывался, вот что хочу узнать. Mana bugun gapimdan-da oxirgacha endi bugun tushuntirib qilaman, bugun oxirgacha. Mana birinchi kelganimda o'qish bilan, o'qishdan keyin birinchi ish bilan kirganman. Shu payda ish bilan kirganingizdan u payda oylik bilan o'sha narsa bo'lmaydi-da. Masalan, oylik topgan narsa 2 million bo'lishi mumkin-da. U narsa amalab ketasan-da. To'g'risi. Mana u payda uyalib qilasan-da. Pasti mana ota-onalar har doim telefon qilolmaysan, kvartira to'la oxir yeyishim kerak bo'ladi, shunaqa ko'p narsa. Odam uyaladi. Endi siz nima deysan? Oxirgacha da o'zimizdan ota-onalari o'lgan hamma narsa bor. O'zi biladi deb. Endi u yosh katta bo'ladi. Endi o'zim naborat bo'lish kerak. Endi o'zim boqib yurishim kerak. O'zi biladi odam. Endi bo'ldi-da. Endi shunday переживание есть. Muhammad Ali keldi aeroportda. Seni kutib oldi kimdir, o'qishga olib bordi, to'g'rimi? Da. Ovqatlarimizga qanday o'rganding? Ovqatlar o'z bir xilmi? Senegal bilan bizniki nima? Har xil bor. Men oldin ko'p ovqatlari yo'qmadim oldin. Sal endi odam o'rganadi-da. Keyin shu payda endi O'zbekiston hammasi ovqatlarni yeyman, to'g'risi-da. Birinchi kelganda qiynalgan tursan, to'g'ri kelmaydi-da, umuman menyular boshqa. To'g'ri, обязательно yana boshqa ovqatlarni yeyolmayman, to'g'risi. Men endi men bemalol. Endi bemalol. Endi men o'zbek bo'lib ketman deb to'g'risi bilan.
Hali o'rta endi do'sti birodar ichida baribirga hammasi ham zo'r emas. Uni никому не секрет, это. Senda duch keldimi mana shunaqa narsa, seni xiyonat qilgan, aldagan yoki bir qiyin holatga tashlab ketgan odamlar duch kelganmi senga kelganingda? Da, jigar. Bu narsalarni to'g'ri ko'rdimda. Bu hayotdan endi nima deyman, endi hayot kim yaxshi kim yomon. Qiyinda hozir topish. To'g'risi. En o'limi degan odamlar, en yaqin degan odamlari senga etik inniga u yomon qiladi senga. Yolg'onchi bu. Da, yolg'onchi qiladi. O'zidan У тебя это было? Да. O'zingda bo'ldimi? Вопрос. Не поясняй, что, как вот у тебя лично было? Да, конечно. O'z dushmanda eng yomoni oldin do'sting bo'lgani bo'ladi-da. To'g'ri aytyapsiz. Eng qattiq bilan uradigan bu avvalambor кто самый близкий, кого вы o'zingizga yaqin qo'ygan odam. Chunki u biladi seni nozik joylaringni, qayringni. Odamdan pichog'i eng og'ir. O'shanaqa pichoqlardan bo'lganmi degan savol. Da, bo'lganda, bratan. Shu yerda O'zbekistonda ko'rganman-da. Ayol kishi bo'lganmi, erkak kishi? Yo'q, erkak bo'lganda, erkak bo'lgan. Bitta bo'lganmi yo? Bir necha bo'lgan? Bir necha bo'lganda, u narsalar bir necha bo'lganda sablab o'tira olmayman, men bo'lgan. 2 marta bo'lsa ham, 3 marta bo'lsa ham bo'lgan. Pas o'zimizdan hayotdan o'zimizdan har xil narsa bo'ladi. Men eslab o'tira olmayman, o'tadi. Nima keldim Xudodan deymiz. U hamma bu narsa keladi, o'tadi. Shunday o'ylaymiz. Men hayotimizda har xil narsadan ko'rdim, brat. Kursimizda odamlar ham brat, kim yaxshi, kim yomon, topishi qiyin. Kimdir ishonasan, endi qiyin-da u. No, уже odam farqiga boradi. To'g'ri, endi odam suv beradi senga, xo'rqasan ichib. Do'stlaring ko'pmi, Ali? Do'stlarim juda ko'p. Men do'st degan haqidan u do'st jamoa qanaqa bo'ladi? Do'st degan narsa emas. U просто nima deyiladi? Agar do'st tanishda deyman, masalan tanish deyman. Bu narsa по делу, по работе, по магазину, по цеху, знакомый. Chunki bitta narsani bildim-da. Bitta narsa bildim-da, u narsadan odamdan har doim ehtiyot qiling. Kimdir odam har kun quloqingizdan sen eng zo'rsan. Shu odamlar juda ham ehtiyot qilish kerak. Da, u narsa juda ham ehtiyot qilish kerak, to'g'risi deb. Ali qara, bizda endi ko'p musofir do'stlarimiz ham kuzatadi-da. Musofirchilikda noni og'ir bo'ladi-da. Juda og'ir bo'ladi-da. O'sha eng og'riqli joyi nima musofirlikda? Mana chunki bizda borayotgan bolalar musofirchilikka aksariyatlar Rossiyaga boradi. Ular seni musofirchiligingda oldida yarmida, chunki tilni biladi, ovqatlarimiz bir xil. Da endi bu nimadan qiynalishi mumkin fizически. Sen esa moralni ham, fizически ham ovqatdan ham eng qiynalganing nima musofirchilikda? Mana jigar, musofirchilik tomonlari, u musofirlarni mana des hammaga addusay, har doim gaz bosinglar. Qara. Musofir tomonlari xo'jaga nima eng qiyin tomonlari? Qachon saniki oila atrof yo'q bo'lsa kerak, o'rak birinchi qiyin narsa, birinchi atrof. Qara. Saniki ham demak qachon polis ko'p bo'lsa ham, bir qapadi ham ota-onalari bir narsa xohlaysanmi xalq qilib, ilsiz xohlaysanmi borib yoniga ko'rish. Yana bir qapadi bora olmaysan. Allam qilib ketadi. Chunki iloji yo'q senga. Mana musofir borsan, yana bir qapadi boshqa davlat borishi mumkin. Ishlab qolsa, agar senga dokument bor bo'lsa ham, ili senga bemalol borib kirish bo'lsa ham, u bemalol amalga qilsa bo'lar, borib kelsa. Agar senga immigration bo'lsangiz, pul topib, ertaga iniga qanday bo'lar o'zi bilmaysan. O'tirib o'ylaysan oilalari, qachon ko'raman. Oxirgacha xalqchilik tomon nima deysan? Ey Xudo, inshaalloh Xudo xolasa, qaytganimdan ota-onalarim ko'rsiz, ko'rin. En qo'rqadigan tomon har kundan telefon kelganda qo'rqasan aytib mumkin. Dadasi o'lim ili kimdir o'ldi. Yurak og'riydi. Mana pasima ana bitta narsa bor. Mana masalan endi 6 yil bo'ldi. Dadam masalan ko'rmagan meni 6 yil bo'ldi. Men en qo'rqinchli tomon u har telefon kelganda u yuragim qolardi. O'lim men yuragim degan joy yo'q de masalan. Men ozgina tepadi. U odam sezadi. Nima telefon kelsa sal qo'rqasan. Bu yaxshi xabarmi, yomon xabarmi? Далее я помню. Butun vaziyatida birga edik o'sha adasini telefon gaplashganda telefon shuni oladida там папа. И в большинстве случаев он горизонтальное положение был. Eng qiyin tomon shu. Musofirlarda eng og'riqli nuqtasi puldan emas, yegulikdan emas, undan emas, bundan emas, shu ota-onasi kasal bo'lmasin, o'lib qolmasligidan qo'rqar ekan. Xudo, chunki o'ylaysanmi, ko'rsangiz, mana bir qapa o'tirasan, bir o'zingizdan. Bir ham bitta bratishka bor, ismi aytmayman, u har kundan nima deyman? Okay. Mana men
конечно Senegaldan kelganda, Afrikadan kelganda to'g'risi hammamiz ishlaymiz. Ishlab pul topil degan narsamiz oila bilan uchun. Hamma u uchun ishlaymiz. Men aytim, mana bu hayotdan odam topil degan narsamlari siz qarama. Siz bitta fikr qara, siz o'zing topil degan narsa. Agar bu odamlar senga o'rtoqiz uchun bo'lsangiz, nima topiladi, nima bo'lsa ham u senga qiziq yo'q. Chunki bu odamlar ertaga oxir yeladimi, yemaydimi, nima qilishgan? Bir xafa o'tirasan, hojaga, men bir o'zim yashayman. Bir xafada o'rtoqlar ko'p. Men hech kim bilan mana masalan kelasan, og'ayna, mana masalan og'ayna Ali bugun nima bo'ldi, oxir yedingizmi? Jigar, mana masalan Ali hali ota-onalari tinchmi, pul tashlab qo'ydingizmi? Kvartirangizdan pul tashdingizmi? Endi oxirgacha qanday bo'ladi mana masalanda? Yo'q, oxirgacha og'ayna. To'g'ri. Nima u og'ayna? U nima? Foydalanadigan degan narsa san bo'ladimi? Nima? Og'ayni siz bo'lasan, bu og'aynimdan ota-onalar yo'q, akam yo'q, hech kim yo'q. U og'ir yeydimi? Bilmaysan, kvartiram pul to'ladimi? Bilmaysan, so'ramaysan. To'g'ri. So'rab turish kerak demoqchi. No, agar so'ramasa, u odamlar o'zingiz odam bo'lish kerak-da, biroq jigarda. Ali, qara, bu yerda bitta holat bor desanlar. Ты больше даешь ударение на этих людей. Sana mashna qo'ygan. Lekin sen ham bilishing kerak, sen ularga jigarmisan, jigar emasmisan, sen qanchalik u odam o'zi, kim u? U sen faqatgina bir qanaqadir средство общения через коммунальные сети ular uchun bo'lgansan, чтобы mana kim bilansan, Ali bilaman. Lekin qanchalik o'zini yaqin olganini, sen ham uni yaqin olganingni должен был сам знать. Men просто bilaman, nima haqida gapirayotganingni. O'zing qanaqa nima bo'layotgani sharoitini bilib qilishing kerak. Sen Senegaldan kelganingda ota-onang avvalambor duo bergan senga. Davay sen har kuni kechasi перед snom o'g'lini qo'msaganda bir har namozlarida seni eslashardi. O'shanda eslaganda iloyim biz onamizdan ham ota-onadan shunaqa qilib yaxshi insonlar bilan uchrashtirgan. To'g'ri. Bu ota-onam duosi. Mard inson bilan inson bilan uchrashtirdi. Yoni ham ota-onasi, bizani ham ota-onamiz. Iloyim mana shu farda yo'ldan chalg'amasin, qo'qilmasin, iloyim do'st birodarni to'g'ri tanlasin. Yaxshiga yondashtir, yomondan adashtir deb duo qiladi. Balki это все, что не делать, все делать к лучшему, то bu senga bir darsdir. O'zingga juda yaqin qabul qilma. Bo'layotgan holatda sen o'zing xohlatingki yaqin qabul qilishni o'shaning uchun kaltayapsan. To'g'risiga boraman. Men bir xafadim iloji yo'q odamlar Shunaqa. Cho'g'dim. Mana O'zbekiston senga juda ham yoqdi, davlatimiz hamma narx-navoda, yegulikda, ob-havolar. Senga yoqdimi? Mana bitta masalani aytaman. Nimaga davlat yo'qotdi? Mana masalani men hali yoshman. Masalan, yosh kattaman. O'zbekiston birinchi kelganimdan sutda yosh paytman. Masalan, 22 yoshman. Shu adroga kelganman. Yoshda birinchi chiqqanimdan O'zbekiston kelganman. Qara, u shu paydan atrof bilan Hinde, upa birinchi kelgani Hind bo'ladi. Ism turli bilmaysan. Ketdi mana. 22 god. Da. Eng qizig'i qor ko'rmagan kendiyalarda. Da. Qorni aytib ber. Bitta og'aynim bor, Zo. Sen bilasan, tanishsan. Zo birinchi qor yoqqanimda gazetda turganimdan chiqdim, ko'chaga hamma oppoq bo'lib ketdi, brat. Telefonim tiroq yug'ur qildi. O'zim oldida qanaqa tasavvur men faqat esim o'zaro qor temadi. O'zimiz ham yoshligimizda esimda-da qorni ko'rib shuncha взрослый мужчина первый раз видите. Qor temadi, men faqat esim o'tiraman. Sura telefonim chiqarib og'ayni dedim. Hara, qor yoqyapti dedim. Nesilar? U ham Zo'yam hayron. Nima deyapti? Halimgacha Zo mana prikol qaradi sunasi deyapti. Siz birinchi marta borgan qor birinchi ko'rganingizda menga birinchi telefon qilgan deyapti. Da u ham anekdotda u. Eng muhimdan aeroport chiqqanimdan u payda yubqanas yaxshi ko'raman, yubka. Shundan kelsa. Da shunday eshik ochdim aeroport, men mana ko'chaga hamma tuman bo'lib ketdi, brat. Shunday qaradi odamlar hamma oppoq. Shunday Sen ham qora odam ko'rmayapsan. Dedi Ali Xadik. Kim kirmadingmi O'zbekiston? Yo'q, qiziqdim. Men to'g'risi u bitta boshqacha mana men birinchi chiqqanimda u boshqacha brat. Chiqqanda ota-onalar tug'ilgan paytgacha chiqmasgan hayotingiz brat. Birinchi chiqqansan. Boshqa hayot bo'lasan. Endi borganimni bilaman, bu hayot, bu joyga kelganimdan hozir bilmayman, 1 yilmi, 2 yilmi bilmayman hozir qachon bo'ladi. To'g'ri. Shu bir o'ylab qolasan, qaraq qilasan odamlar. Birinchi marta shunday o'ylar qaradim. Hech kim tumanda sovuqda u narsa. Ozgina qaytmoqchiman, men aytdim ketdi. Ketganimda sigaretni so'radim.
sigaret sotuv. Adasida bu sigaret odam bo'ladi. Sigaret, smoking. $20 berdim, bitta pochka sigaret berdim. Adasida palman sigaret. Qarang, palman. $20 palman. Aldab oldingiz. Yo'q, просто aldab oldim. Nimasini aytayman? Men u narsani aldab degan narsa men qarang, palman xursandchilik berib yubordim. Chunki bu sigaret men kerak. Bosimdan orayapti, xayrun bo'lib ketdi, kelmayam. U men uchimdan endi alla degan addushida masalan ketgan. Shu. Birinchi marta keldim. Men Senga hozir bizda ovqatlardan eng yoqadigan qaysi biri o'zbek milliy taomlari? Mazza qilib yeydiganing. Eng yoqtirmaydiganing qaysi? Qaysi mana ovqatlari mana bo'ri mana masalan osh, lag'mon. Bitta eng zo'ri qaysi biri senga? Lag'mon yaxshi ko'raman, eng zo'ri. Suyug'inimi yo quyug'inimi? Men suyuq. Suyug'ini. Achchiq bilan. Uyg'ur lag'mon. Ha, u boshqacha. Zo'r, haqiqatan lekin Uyg'ur lag'monni mazza qilib yeysan. Mana u oshni ham yaxshi ko'raman, zig'ir osh. Qaysi ovqatimiz yoqmaydi senga? Hojisi. Yegin kelmaydi, yoqmaydi emas mayli. Qaysi ovqat yegin kelmaydi? Qaysi ovqat? Qaysi ovqat yeyman? Bunaqasi bo'lmasa kerak o'rta. Mana pas chunki hojibek o'zimizdan bugun aytaman, o'zimiz Afrikada tarbiyamiz qanday? Mana bugun ko'rasan mana bitta bolalar onasidan ovqat qiladi. O'zimiz ovqatdan qilganimizda hammamiz o'tiramiz bitta ustun. Agar aytsam yo'q, bu ovqat yemaymi? Yemaysan. Hamma yeydi o'shani. Hamma yeydi ana shu ovqatlarni. Degan narsa yo'q. Yo'q, men yemayman. Bir endi o'ylayapti. Aka bir nostojrashda. Сейчас молодой спортсмен. Hozirgi yosh. Oldin qanaqa biz ota-ona bilan papa nilashayotdi, stol dasturxonga qilib olsa. Oqibat bo'lardi o'sha. Hozir hamma u birga ham o'tirmaydi. U qayda? Shunaqa bo'lsa, где-то сейчас yaxshi. Men просто nima demoqchiman? U narsadan zo'r. Chunki bolasini tarbiya berish kerak. U narsa. Bu ovqat bor, ye. Chunki ertaga indinga chiqqaningizdan musafar qilib agar hamma ovqat yeysanmi, lubboy joyga bemalol mazaq yurasan, qiynalmaysan. Otabek, nima odam olib kelsiz yeysan. Mana bugun ikkalamiz uyimda o'tiraman. Men lubboy ovqat afrikan qilib, siz bemalol yeysan, men ikkalamiz. To'g'risi, mazza. Men bilaman, u men nima deyman, men aytib, Otabek, xalatda soldat bor, u bemalol. Otabek, lubboy ovqat men qilganimdan uyimda birga mazza o'tirib, zo'r ovqat qilaman. Unik maslama. Endi bu biznikiga yaqinroq qilib qoladimi deyman-da, shunda qanday o'zbekcha varianti. Yo'q, o'zbek varianti emas, men просто sak o'xshaydi, chunki разное. Каждый день что-то разное. U o'g'illar yaxshi ko'raman. U o'g'illar parcha ham odam sog'inadi. Bir ko'rsatuvda aytganding, menga fuqarolik bersa, yashayman O'zbekistonda deb. Shunga nima deysan? Da, конечно, endi 5 yil bo'ldi, 6 yil bo'ldi. Конечно, juda niyatim bor. El qo'rqinchli tomon so'rayapti. Просто o'ylayapman. Men aytdim, Alisa O'zbekiston fuqaromasan, o'ylana qilasan, farzandi bo'lsa, ertaga indinga hamma chiqsiz nima qilasan bolalar bilan qanaqa qiynalasan. Agar fuqaro bo'lsa, bemalol yashaysan-da. Chunki men davlatim endi ikkita, birat to'g'risi. O'zbekiston, Senegal to'g'risi. Juda niyatim bor shu yerda yashash. Shuni iltimos, kim mana shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, shu bolaga o'zbekchani o'rgandi mana. Shuncha ancha-muncha qo'shtirnoq ichida ko'p O'zbekistonda tug'ilib o'zbekcha gapirmaydigan fuqarolarimiz bor-da. Shunga bitta yordam qilaylik. Bu gapiryapti-ku, mana shu yerda tug'ilib gapirmaydigan odamlar bor-da. Gaplashmaydi, men o'zim bir nechtasini bilaman. O'zbekchani biladi, gapirmaydi. Nima gapirmaysan desang, nimadirlar deb yaxshi emas. To'g'risi, niyatim bor judayamlar, to'g'risi. Kelin topish kerak, kelin. Bu gapda kelinim kerak. Yo'q, keling degan narsa bor, keling degan narsa. Men endi xohladigan narsa, agar odamlar fuqaroma bo'lsangiz, odamki xohlamaysan, xohlagan kerak, tanlaysan, uylanasan deb to'g'ri, so'zilma degan narsa-da to'y. Birinchi topib uylanmoqchi. Da, shunday deb, to'y bir kun degan narsa emas. 2 kun degan narsa emas, butun umr degan narsa. Xohlamayman, Ali o'ylanaman, bir kun, 2 kundan keyin ajrat qilaman, u narsa xohlamayman. To'g'risi. Chiroyli qilib bitta uylanish kerak, yashab oxirigacha yashab ketish kerak. Shunday xohlayman, brat. O'rta. Otabek, ya'ni qachu. Sizlarga savolda, hozir o'rniga kelib qolganda savol. Nima uchun farzandni ona tarbiya qiladi? Ko'cha-kuyda otangga rahmat deydi. Nima shu savol javobini bilasizlarmi? Yo'q. Bu aka hamma o'zini tavakkuli bilan qabul qiladi buni. Kimdir pozitivniy, kimdir как себе ударение сделает. Но otangga rahmat degani shaxsan o'zimning fikrim. Bu yerda oilasini nafaqatki pul bilan ta'minlab qo'ydi. И tarbiyani ham joyiga qo'ygan. Xotini, ayollar tarbiyasi u juda ko'p narsa bog'liq narsaga. Divaneta degan koroleva, libo qattiq qidirish bilmaydigan xotin, libo uyda o'tiradi, erni qachon kelamanki, yuvib bana ovqatini qilaman, sharoitini qilaman, kutib olaman. O'rni o'zimiz bo'lamiz. И воспитание сейчас, знаете, чуть подкорректировано bo'lgan. Chunki ko'p ota-onalar dard emas, endi hayot qonuni bo'lib qoldi, pul topish kerak.
Men bizane bu tom hamma ishga ketadi hali. Ish, work, ish, tarbiya qolib ketadi. men bitane nasiyam bor. Agar ham bu tarbiya degan tomonlari ko'p tomonlari har onalari. Xo'p, ona tarbiya qilsa nima uchun otangga rahmat deydi O'shaning uchun ko'chada? bu eri otangga rahmat nima uchun? Mana bizda Qara, nima uchun? Otangga rahmat deyiladi. Chunki otangga yaxshi qiz tanladi-da, onasi yaxshi-da, masalan. onani tanlab olayotganda boshida ota ayollarning ichidan eng yaxshisini tanlab oladida, u yaxshi bo'lgandan keyin undan tug'iladigan farzandlar ham yaxshi farzandlar tug'iladida, tarbiyali bo'lgandan ko'chada otangga rahmat deb shunga aytiladi. Tanlab olish kerak emas. Sugubleniya. Nimaga? Sugubleniya bunaqa chiqib yozilgan-ku. Otangga rahmat, u oilasini ham joyiga qo'ygan. O mintaqaviy fikrlashini, tavakkülni, tarbiyasini ham joyiga qo'ygan. Tanlashda ham cho'tki tanlagan. Boshida tanlashda siz ham bitta sizda emas-ku, masalan, мы так раньше долго жили. Пока не забыли, что такое воспитание, что забываем такое воспитание. Videolar qarang, farzandni urib deb kelyapti. Kim olib chiqadi sizga? To'g'ri. Shunaqalar ham ko'p. Otasini urayotgan pul orqasidan qo'llamasdan tarbiyaga e'tibor berib, erkak kishi ayolni mayli, mana senga sharoit, mana senga hamma narsa, ulgurmayapsan, mana senga hayot, domraботница, bir kun ishini qilib ketdi, lekin mana tarbiyaga qara. Men ishga ketdim. Значит, otangga rahmat aytaman, otasi он где-то, может, даже в Сенегале, либо в России на заработки уехал. И на воспитание у него стоит. To'g'ri. Otangga rahmat, bu butun erkak kishi o'zining sharoitini, oilaviy нужды нету nigде. Tushunasizmi? Masalan, uyi bo'lmasa ham suvi bor, ichishi bor, sveti bor, kiyim-kechigi bor. Bu biladi eri, xudo xolasa ertaga rivojlanib keladi. Hayotda tarbiya qolib ketish kerak emas. Ayol kishini, moё личное сугубо мнение, ishlashsin, но в такой работе, где у нее будет личное время и на свою семью тоже. Много чего зависит от семьи. Ertalab eringiz qanaqa ko'chaga chiqib ketdi, xotiningiz qanaqa там что-то встретил, не встретил, вы с порога начинаете свою санталабу. Если у вас жена там хаем, ваем, дверь закрой снаружи, ketdingizmi, siz kuningiz qanaqa bo'ladi? Xayrli bo'ladimi? Siz faqat shuni o'ylaysiz, nima bo'ldi, sevgi muhabbat yo'q qoldimi yoki bir narsa bo'ldi, xayol bo'lasiz. Agarda sizni xo'jayin oyoq kiyimlaringizni to'g'rilab, kiyizib qo'yib, давайте tуда siz xursand bo'lib, podyezddan chiqib, hech kim xafa qilmasin, to'g'ri deb ketasiz. Kimdir sizni mashina qisib ketsa ham Chunki to'g'ri. Onasi jindini hammasi jindi, otasi jindini bittasi jindi deydi. Onasi yaxshi farzandlari. Qara, mana probkalarni ko'ryapsan-ku Toshkentda, mana hozir kelgancha ham ko'rding. O'zi bir 10 kilometr joyga 2 soatda keldi. Sizlarda ham shunaqa probkami? Shofyorlar qanday urushib ketavermaydimi bir-biri bilan? Qanaqa shuni ham aytib ber. Qiziqda ko'p shofyorlar ko'radi. Bizda ko'ryapsan-ku. Men bitta narsa bir qapat deyman, men aytib O'zbekiston mashinalar bo'lsa qaydasi qiynda. Bir qapat bitta narsa bor. Endi nima uchun? Endi odamlar yuraklari kichkina, odamlar bir-biriga yuraklari siqmayapti. Yo'llar katta bir qapat bo'ladi. Men odamlar yurak kichkina. U mana Dilsor ketel degan joy menga qo'yib bersa bo'ladi, qo'yib bera olmayman. Dilsor turib yana boshqa keladi. Mana eng muhimdan biri sami bitta odamlar mashinadan kichkina kraska buzilgan bo'lsangiz, hamma porobga turadi. Bitta kraska bo'lsa, kichkinagina tursa, alhamdulillah, agar sen qara. Agar sening uyingizdan chiqishi mumkin, brat. Ko'chaga chiqib, mashina bilan avora qilib o'lsangiz, nima qilasan u narsa? Xudodan sabab beradi u narsa. To'g'ri. Hozirgi tirbandligi не думай xo'san, qattiq bo'lsin deb mana shunaqa ekan. O'rta hamma o'zini sharoiti bilan yo'lda yuradi-da. Kimdir arendasi to'lash kerak, kimdir uy, kimdir chaqib qo'yadi. Men nima bo'lsa ham solidarность kerak. Qara, brat, arenda degan solidarность водителя. Вот что первое нужно. 30 kerakmi? Через один ketdi. Normal. Да, normal. O'sha solidarность o'zi yo'qda, bizda shofyorlar qanaqa besabr, tez qilib bir-biri bilan. Есть. И xudo xolis ko'payapti. Solidarность это видно даже. Ha, hamma o'zini bilib, bir-birini hurmat qilsa, o'rtada probkalar ham yo'q bo'ladi. Уже bo'ldi-da, уже ana shofyor ham bir 10 marta o'ynani ochib bittasini baqirishda bir в один qaysidir kun ro'para keladi, который его может оприходовать. To'g'ri. 10 ta bittasi bo'lar, 20 tadan bittasi, lekin keladi-ku. To'g'ri. Kevorgan, и вот сейчас много, ну нафиг ты лучше пропущу, если даже в грубой манере. А с хорошей манерой solidarность ko'pchilik Rossiyadan Яндекс ishlab kelayotgan odamlar ko'p. O'zbekistonga kira qilaman deb. Они solidarность тоже делают. Но я не скажу, что все идеально ездят. Но есть, ularga udarение berish kerak. Sho'x Sho'x har doim bor. Xullas, Muhammad Ali
do'stdan ham kuyding, dushmandan ham kuyding, hamma narsani ko'rding mana shu yoqqa kelib, to'g'rimi? Yaxshi odam ko'rding, yomon odam ko'rding. Da. Ha, yomon odam bilan yaxshi odamni qanday farqlaysan deb ko'rgandan. Qanday bizda o'zbeklarda qanday farqlasa bo'lar ekan? Aytib qo'ygin shu. Bo'ladi. Qanday farqli deganlar, u bilavermaydi. Mashininglarni qanday bilasan? Mashina. Mana bitta narsa bor. Men fikrimdan nima hayot, prosta men bitta narsa bor. Men chunki men bitta narsa dedim-da, fikrim men hech kim demadi, yomon degan joyim yo'q. Men kimdir ko'rsa, men o'ylayman siz xuddi shira men demadi. Hammani yaxshi deb deb ha, men oxirgacha bo'lasan. Qanday nima bo'ladi? kim parot qilib qo'yadi. Ada shu, bir kimdir ko'rasan, yaxshi niyat bilan, to'g'ri, odam ko'rolmaysan, u yomon odam deysan. Yo'q, men fikrim bunaqa emas. Men yomon niyat bilan ko'raman, oxirgacha ko'rilgandan keyin ko'rasan, to'g'ri. Lekin baribirga tayyorgarlik ko'rish kerak. Sen bilasan-ku, что когда-то поворот будет. Bo'ldi. Uylanish haqida nima deysan? Onang rozimi o'zbek qizga uylanaman deyapsanmi yo aytganing yo'qmi hali? Yo'q, men onamdan yaqinda shunday aytdi. Qachon o'ylanasanmi, hazil deyapman dedi. U o'zining fikri emas, shunaqa men o'zimdan Ali yo'q, qen odamdan o'zi tanlaysan, uylanasan. Oylanmas shunday. Nimaga uylanmayapsan? Nima seni to'sqinlik qilyapti hozir uylanish? Uylan degan tomonlar bitta qo'rqinchli tomon bor. Nima? Birinchi, men endi hayotdan, endi odamlar ham endi yurak, endi odamlar sevib endi pul uchun bo'ladi sevish. Foydasi uchun. Qara, manfaat bor o'rtada. Ana Siz iloji. men bir nima deyman, Ali Chitilman dedim-da, agar uzoq kelganman dedim. Agar uylansa bo'lsa, u paso to'ylan degan narsa bir kun emas, ikki kun emas, butun umri degan narsa-da u. Xohlamayman, ertaga endi to'y qilib ajrasib bo'ladi. Bu narsa xohlamayman. Chunki men aytdim, sabr qiling, kimdir yo'lingiz ishlab qiling dedim Ali. Yo'lingizdan yaxshi. Hamma, endi men eng muhim degan o'ylanim bor. Niyat bor. Oilam bor, niyatim bor. O'ylan degan narsa u обязательно. Men eng muhim bor, men oilam bor orqaganda hali. Dedim, okey, bo'lsa men o'zim amalab ketaman, butun oilamgacha. Shu eng muhimim shu dedim, Ali ishlar amalab qiling. Keyin yo'lingizdan yaxshi ko'rganingizdan chiqadi. Dedim. Shu-da, brat. Men juda niyatim bor o'ylanish O'zbekistondan. Kelgusida-chi reja, plani. Oila bilan qurilib, kichkina jingalalar yurib, bemalol qolgan bolalar yurib, bemalol to'g'ri. Fuqarolik olding deylik. Yo'q, fuqaro, juda niyatim bor. Men buni Eshitinglar iltimos. da, ya'ni prezidentdan aytsam bo'ladi, Shokar Mirziyoyevga bemalol. O'zining fuqaro juda qiziq o narsalarni O'zbekiston 5 yil yasagan shori, juda tinch davlat. İstigen qiladigan davlatni hamma ko'rib turamiz. Bitta narsa kerak, bu fuqaro bemalol o'zimiz yashaymiz, yurib tinch. Eringlar fuqarolik bu xato qilsa men ham javob beraman. Lekin xato qiladigan bola emas, chunki yaxshi bilaman, yomonligi yo'q bolada. Chunki o'zimizdan faqat qora tanli. Endi O'zbekiston chingalalarni yurish kerak edi. No, конечно, это реальный hayotda. Mana masalan bu hayotdanlar da, конечно, hamma davlatlar chegara bor. Конечно, men xudodan masalan o'zi chegara yo'q-da. Masalan, odam qaysi tinch bo'lsa yashashi bo'ladi. Faqat tinch yurish kerak, odamlar yaxshi muomala. Mana yashaydigan joyim bor, mahallamga boring, xudo haqidan. Qo'shnilar bor, bir ikkita qo'shnilar bor. Borib bu so'ra, bu bola qanaqa bola? Men javob bilman, u aytolmaydi, u yomon bola. Bittasini borib so'rayman. Odam bilan odamni farqlaydigan darajada psixolog bo'lib ketganmiz, shunday og'zini ochsa gemoroyni ko'ramiz. Sen yaxshi bolaligingni biz yaqindan bilamiz. Sen xato qilmaysan. Chunki sen sinovdan o'tgan bolasan-da, yaxshi bolasan-da chunki. Kelgusida rejalar qanaqa? Mana fuqarolik olding gap bo'ldi desan ham hozir. Смотри. Xudo xolasa kelajakdagi maqsading seni propiska olib, xudo xolasa gражданство olish O'zbekistonda. Undan keyin nima reja? Aktyorlikka chiqish. Mana bu fuqaro o'rgansa, qara, bu fuqaro o'rgansa endi duq yetadi ishlab. Ha, endi bu fuqaro qanday ishlaysan? Ishlaysan. Mana pul tiqqaningizda 0 bo'ladi, aytingiz. To'g'ri. Pul tiqgan qo'rqasanda, ha? Ehtimoli bor deganda, men tujda. Balkim, balkim. Lekin yo'q, mumkin ama. Arendaga tikib uni egasi sotib olsa, pul tikkan. Yo'q, boshqacha mana, qara. Fuqaro bo'lsa nomga olasan, ishlaysan. Fuqaro bo'lsa hozir baribir. Baribir o'zi bo'lasan, o'zi qalanadi. O'zimiz ham bir chet davlatga borsam baribir ehtiyot bo'lib turaman-da men ham. Boshqa davlat, boshqa. Sen chunki u seniki nomi emas, u kimligi. Xo'p, nima qilasan, qanaqa qilish?
Ana juda ham ko'p chananchi. Bilasan, necha marta birga gapirgan. Mana o'zingni olib chiqasanmi? yo'q, o'zim emas, mana o'zim operatsiyam bor alohidan, men alohidan operatsiyadan keyin bizneslar juda ham ko'p, bratan. Juda ham ko'p. Faqat u narsa kerak bo'lsa, bemalol. Ko'p narsa amal qilsa bo'ladi. Faqat halol narsa bo'lish kerak o'zimizdan. Shu narsa bo'lib, tamom. Qolgan muammo. Sendan zavodda kutib qolamiz o'rta. Bu hammamiz inshaalloh xudo xolasa bilan. Bo'ldi. Xudo xolasa senga tez kunda fuqarolik berishadi. Berishadi, ko'rasan. Niyatim bor, to'g'ri. O'zbekchani o'rgan aka bundayda juda katta narsa. Mayli rus o'zbekcha gapirsa biz o'rganib qolganmiz osonroqda yoki inglizcha gapir, lekin Senegaldan kelib o'zbekcha gapirib ketish tili bor juda qiyin narsada. Buni qiyinligini Fransuz musofir do'stlarimiz og'ir narsaligini. Sen Somaliyaga yeb ko'rganmisan? Yo'q, Somaliya, конечно, Somaliya bayram bor, mana Davrozda. Somaliya, mana shunday qiladi, bu qiyin. Somaliyaga topganmisan? Конечно, yordam qilganman, mana qilib. Mazali, biroq endi O'zbekiston lubo ovqat yeganman. Ha. Sherda. Malolay. Qara, Senegalda baliq men bir ikki marta sendan so'raganimda baliq bizda ko'p deding. Bizda baliq bilan sizlarning baliqlaringda farqi bormi yo bir xilmi? Yo'q, farqi bor. Chunki o'zimiz baliqlar okeanlar suvi tuz bor. Tuz. Ha, o'zi sho'rtakkina bo'ladi. Shunday bo'ladi. Tuz ham sakma обязательно qilasan-da. Men ham boshqacha bo'ladi. Men O'zbekiston ham baliqlarim sirin. Sazam yemdim, молодец. O'zbekiston sazam un bilan qilib, u ham boshqacha ham u so'z bilan. Значит, уже сегодня будет рыба. Да, конечно, будет рыба. Я san anchadan beri taniyman. Hozir do'st, birodarlar haqida ko'p so'zlar bo'ldi bizda, to'g'rimi? Обсуждали хорошую тему. Вот как ты с таким познакомился, с таким хорошим человеком? С таким bilan qanaqa tanishding? Bu qaysi kun bo'ldiki? Qaysi kun? Hamma hayot degan narsa natural. Dursot, men o'zim bilgan bo'lsam, bu va Zilzor Habibov, u bilan Ali natural degan. Hozirgi bir-biriga tanish degan hamma narsa natural. Hozirgi ish tema bilan tanish qilganimiz. Va u paydan sal bir tema bo'lganda o'zi bilasan, men bitta narsa ham bor, bitta adresi ham bor. Kom odam tez odam kirolmayman-da. Men odam qarashim kerak-da, xarakterim. To'g'ri, chunki bunaqa odam emasman. Men bu bunaqa odamman-da. Agar xarakter to'g'ri kelsa bo'lsa, amalsa bo'ladi-da, bemalol to'g'ri. Shu param ko'rdingizmi? Bir marta birga ko'rganim, ish haqi bilan so'raganimni, birga suhbat qilganimizdan yana bir-birimiz ko'p joylari o'xshadi. Ikkalamiz bir xil, faqat bu qora shu bir kundan shu halamgacha ketgan. Bu shu bir kundan. Ko'p odam kommentariyada ham yozadi. Bular Hasan Husanmi nima? Otabek mana, masalan, bu Otabek Baratanim tanlagan paytim u hali pasi dema 5 yil endi yashagan 6 yil kirganimda maksimum 4,5 yil dema pasi. Masalan, shu Otabek Baratanim tanlaganim. Qara, sen hozir uylanish arafasida turibsan-da, men senga bir necha marta aytsam, bu aytayapti menga yaxshi o'zimni xayolimdagi qizlar chiqmayapti deyapti-da. Qanaqa qiz bo'lish kerak senga masalan uylanishlik uchun? Idealni qiz topa olmaysan. Ideal degan narsa emas. Salgina kamchilik bor, o'zing to'g'rilab orasan-da. Nima xarakterlaringda sen? Mana xarakterim bitta narsa kerak. Yo'q, dinla yaqinroq u eng zo'r narsa, muhim. Plusdan mana kimdir yaxshi ko'radi desana, mana bugun tinch bo'lish kerak, mana bugun etigi boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir ko'taradi. Tinchlik payt o'zi yaxshi ko'radi senga, sezadi. U kerak-da. Pul uchun emas, boshqa narsa emas, o'zi siz uchun yaxshi ko'radi. Xohlagan joylar jonim ketdi, olib boradi senga. Xohlagan joylar jonim shu o'tiradi senga, ishonib turadi senga. Chunki men bitta narsam bor. Nima deyman? Singlim bor, opam bor, to'g'ri hojaga. Men nima uchundan qizlardan ko'p paydan yomon degan tomonim yo'q. Dunyo qayta degan narsa u bor, men ishondim-da, u narsa. Shuni har doim deyman, har bu qizdan yomon qilganimda ertaga men uzoq singlim yo'q. U yomon bo'lganimdan men nima qilin deyman. Men qachon qizlarga qachon bir-biriga aytsa, yutuq kelmasa, chiroyli ajib bo'ladi. Tushuntirib o'rasan, chunki yomon degan joyim yo'q. Chunki singillari bor, opam bor, onam bor. Qayta dunyo degan narsa juda ham bor. Mana shu birdan turibdi Otabek, mana 5 yil yashaganimda, mana bugun men bu gapdan aytiladigan narsa, men faqat improvizasion degan narsa kerak emas, men xudo haqqi bilan kerak, sen bilan. Men qanaqa bo'laman, masalan, o'zingiz fikringiz. Xudo haqqi bilan, men faqat bunaqa gap kerak, o'zingiz qanday? O'rta odamni jinni bo'ladi-da. Jinni bir-biri bilan kattalarning gapi. Bir-biri bilan kelishib olib, yarashib olib, tantirga bo'lmasa, men o'zing ko'zingga yo'qsan ham, o'rta, sen do'st bo'la olmaysan.
Sen bilan do'stligimiz masalan 5 yil bo'ladigan bo'lsa, men qanaqa tanishgan do'stligim, qancha bu. No, жизнь. No, har doim seni eshigini bloger bo'lmagandan hada eshigini taqalatib kelardim men. Tug'ilgan padarka. To'g'ri. Tug'ilgan faqat u bitta padarka olaman, u Otabek bo'ladi. Uyg'onaman, знаешь, что сегодня день рождения, ertalab bozorga borib, mana eski tug'ilgan kun o'tganimda odamlar tug'ilgan kuni hamma odamlar nima yeyib qilgan o'zi Otabek pul o'zi qilib berdi. U bitnoq to'g'ri. U para men bildim u narsa kutib menga savol beruvdingmi? Berilib ketdi, смотри. Sen qanaqa bo'lasan? Qanaqa bo'lligini men senga tasvirlab berishim kerak, to'g'rimi? Ben shunchalik yaqin bola bilan noldan chiqib ketayotgan bo'lani. Agar tanish paytimizdan bir xiyonati yoki bir qanaqadir yomon bir gaplar chiqqanda, ya bu обязательно biz qilishimiz. Da men har kuni пересекаться qilmay, lekin bir oyda bir marta desam, "Ali o'rta yaxshimisan, jigar yaxshimisan?" deb, u hozir o'shasi Ali xudo xolasa bundan zo'r katta natijalarga erishsin. No, bu avvalambor ota-onani duolari bilan yaxshi odam bilan uchrashtirgan deb. Окружают тебя хорошие люди, потому что и ты сам хороший человек. Да. Bu bitta gap aytaman. Mana birata bitta narsa qilib men javob beraman. Mana ikkita narsalari eng yomon narsa qiz pul. Любой joyga menda javob beraveraman bilatan. Okey, просто chunki bildim u narsalar. Men shunday aytaman. Mana u любой joyda mana pul uchun, qiz uchun. Pul uchun, qiz uchun. Men o'zimda uchun umuman sotolmayman. Men qanaqa bo'ladi? Men ruhim sotolmayman u narsa. G'ururim dedi. Va g'ururim. Men nima deyiladi? Men odam bu ko'ringan narsa nelardi? Ko'ringan narsa soya. Soya. Sotolmayman. Pul uchun, ayol qiz uchun. To'g'ri. Shunday aytaman bir qapa. Mana u narsalari eng yomon narsa dedi. Men u narsalari menga u uchun men sotolmayman hayotim uchun. To'g'ri. U narsa sartman. Любой joyga men o'zim javob beraveraman u narsalar. Buni yana bitta tomoni любой O'zbekistondagi gaylar buni yomon hurmat qiladi. Farqi yo'q, Samarqanddan biza buxor to'xtatadi, bu xo'ja deb gaylarni 100% hammasi bilan yaxshi gaplashadi. Zo'r o'zimizning gaylar. Gaylar har kundan men gaylar kimda tavri keliman bu. Har kun adi video tashaddim olar. Sergeli bor, mana rodo ko'cha bilan shunday. Narushana qilmaydi. Narushana qilmaydi. Просто gay xalqini ham bilasiz, xushchaqchaq bo'ladi. Qandaydir ular o'z asabini buzorib hamma bularni qiynab yuboradi yo'lda. Kim tikda ko'rgandan keyin xursand bo'lib bilan "Voy hoji aka" deydi. Bu odamlar mehribonda to'g'risida. To'g'ri bildim u narsa. Bizda ana zlost, bir yomonlik qilaman degan narsa yo'q. Maktabga kirganingda seni qo'lingga nima kitob berishgan yoki nima daftar berishgan? Nimani o'rgangansanlar birinchi? Men ku CD eraman. Sidaramiz o'qimaganmizda bu. No, bu Qur'on o'zi maktab deysiz. Maktabgacha. Mana men birinchi bilgan degan narsa Qur'onda. Masalan, birinchi kirasan. O'zim mana O'zbekiston bog'chalar bor, ko'p bog'cha, o'zim bog'chalar Qur'onda. bog'chalarda da Qur'onni. Qur'onni o'qib ketsalar. Chunki u narsa nimaga foydasi bor? U narsa dilari Qur'onni kimdir birinchi o'qigan odamlar miyasi ochiladi. Shunday deyiladi. Chunki bu narsa amal qilsa. Bas nima deyiladi? Birinchidan bolangizdan birinchi marta birinchi bildirish qilish kerak. Siz bolangiz siz qaysi dinni siz o'rganish kerak bola. U katta bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin namoz qila olmaysan. Namoz o'rganib payt kichkina qilasan. Maktabga borgandan boshqa. Shunday yo'q payt o'rganib qilasan. Namozni bir kiyim qilib, u narsa yo'q payt bo'ladi. Agar katta bo'lsangiz qila olmaysan u narsa. Chunki o'rganmagansan, bilmaysan. Lekin u fiqh nima deyiladi? U fikrlar qanday deb o'zi aytadi, ota-ona kimdir farzandi bo'lsa, ertaga nega javob berasan deyiladi. O'zi odam biladi. Lekin odam fikrli sutda nima deyiladi? Bolam birinchi tuqqanidan mana masalan Qur'on olib boraman, u o'rganib qoladi, katta bo'ladi, o'zi dinini biladi. Qanday yurish kerak, qanday bo'lish kerak. Endi huquqlari, endi ku qiynalmaydi ekan yurishda. Masalan, tushundingmi? Aytaman, men ikkalasi bitta savolimdan bor, qiziq savol. Bemalol javob bera olasanlarmi? Juda qiziq. Mana men bugun agar ikkita xotin olmoqchisanmi bo'lsangiz, musulmonlar, u o'zimiz dinimiz. Shunday masalan, to'rttagacha bo'lsin. Agar menga ikkita xotin olmoqchiman bo'lsangiz, men agar ikkita xotinlarimiz xafa bir-biriga xafa bo'lmasangiz, qanday yashayman u ikkalasi bilan? Yordam qilinglar ikkalasi. Qara, sen ikkita xotin olsam, ikkalasi urush qilmasligi uchun qanday yashayman? Qanday yashayman? Ikkita xotinlar urush bo'lmaydi. Qanday bo'lishim kerak men?
Urush bo'lmasligi uchun ikkita xotinli nima qilishim kerak do'st? Va qanday bo'lishim kerak? Qanaqa erkak bo'lishim kerak? Bir ikkita xotinlarimi bir-biriga urush bo'lmaydi. Men bilaman bu javobni. Ayting. Xotinlaring aqlli bo'lish kerak. Juda aqlli bo'lish kerak-da. U janjal qilmas. Senga bog'liq emas, ularga bog'liq. U sen qila olmaysan. Avolasi bilmayman. Xullas ular aqlli bo'lish kerak-da. Siz nima deysiz Otabek? Bitta bo'lsa, Zo'r bo'lsa bo'ladi bu ham. Ko'rdingmi, bu savollari bratanlari qo'rqadi. Sizlar tomonda ham ikkita xotin, xotinlar bormi? Qanday ularni hammasini yo'liga solib yuradi? O'zlariniki qarab, ko'rasan-da, yana bir odam 4 ta xotin ko'rasan, 4 ta xotin hamma bitta uy yashaydi. Shunaqami? O'rtalasi bitta uydami? Xudo haqidan u narsa. Qanday ishchi? Hammasi odam emas. Odam yana bor, juda ham ko'p. Bilaman. U partiya ko'pchiliklar diniy islomdan qiladi. Diniy islom. U yozilgan kitoblar. Xudodan. Lekin bizda u real narsa. Bitta uyda yashash mumkin emas. Ikkita ham даже mumkin emas. Uy katta bo'lgan ekan, значит, to'g'rimi? Uylar qanday bo'ladi kattalik? Uylar katta bo'ladi-da, normalmi-ku, mana hovlilar bo'ladi, ilk domlar. Tomi bitta bo'ladimi yo tomi boshqa bo'ladimi? Yo'q, mana bir sabab bor, mana bugun bitta uchasta qilasan, ikkita etas qilasan, bu birinchi etas, ikkinchi etas. Tushundingmi? Shunday tema bo'ladi. Chunki u odamlar bu musulmon degan tema. Yana boshqa odamlar nima deyiladi uchun boshqa odamlar deyiladi, erkaklarni to'ymayli deyiladi. Masalan, nima deydi? Yana boshqa odamlar deyiladi, erkak, mana masalan aytadi, erkak to'ymaydi. Yana boshqa erkaklar xiyonat qilgan degan boshqa joy yo'q, Xudo bilan. O'zi xohlaydi, agar boshqa odam bilan, boshqa ayol bilan bola o'zi xohlaydi, shu odam bilan nikoh qilib, gunoh xohlamaydi. Ketding Senegalga. Halollab yuradi. Halollab yuradi, gunoh xohlamaydi. Gunoh xohlamaydi-ku, shunaqa tema. Samolyot qayerda, aeroport butdi? Пересадка через Дубай yoki через Istanbul. Всё, полетели. Nima qilamiz? Bunaqa payda. Lekin biz tez kunda Senegalga ham boramiz, kuzatib turinglar borib. Borish eti будет очень интересно. Yangi ketsak bo'lar ekan, lekin yangi yildan bor mazah. Сначала решим от наших вопросов manda propiska masalalarini o'shanga yangicha vaqt bor-da. O'shani hal qilaylik. Xudo xolasa Senegalga shunaqa chiroyli borib kelamiz. Inshaalloh. Чувствуем уверенность, что прилетя обратно в O'zbekiston, o'z dokumentat все нормально. Nasib bo'lsa inshaalloh. Biz Muhammad Ali bilan yaqin kunlarda paxta terganda ham chiqamiz. Kuzatib turinglar, borib bir paxta teramiz ekanmiz. Paxta akangizdan. Endi ko'p narsa qilish kerak. Paxta ham qiziq. Men yoshligim texnikumda o'qiganimda, maktabda o'qiganimda chiqardik. U ham bitta alohida bitta temada qiziq, har qanaqa o'ligi ochlikni ham ko'rasan, o'g'irlikni ham ko'rasan, hamma narsani uxlaysan dalalarning ichida. Man inson odam bo'ling, bo'li yashayman. Milliarder bo'ling, multimilliarder bo'ling, kim bo'lsa ham inson kerak. To'g'ri. Dushi. Puli ko'p bo'lib, o'zi xarakteri yaxshi bo'lmasa, kerak emas u narsa. Men bilaman, siz saniki pulingiz ko'p bo'lsa ham bir kun keladi, o'lib ketasan. Mashina pul bo'lsa ham ketmaydi, tursi ham bo'lsa ham ketmaydi. Bir o'zingiz ketasan. Yaxshi qilil degan dunyoviy. U hamon tayyor yotadi. Kerak degan o'rta. To'g'ri, u tema. Brat, nima bo'lsa ham abdushi bo'ling. Sen odam bilan muomala qil. Kimsan? Mana bitta odam bir gap aytsan odam, kimsan? Man. Ana kimsan man? Qara, bir gap ko'rasan odam. Yo man. Eng kichkina narsa chis oriydi. O'tirasan. O'tiribsan, qara chis. Doktorga yugurib borasan. Aytganingdan keyin kimman? To'g'ri. Hech kim. O'zingni bitta og'rig'ingni to'xtata olmaysan. Milliard puling bo'lsa, kimsan? Hech kim emas. Xuddi bitta. Kim bu? Aytildigan odam hozir xafa bo'ladi. Yo man, yo, satmas kimsan? Hech kim emassan. Chunki real narsa. Chunki kelganingizda bu dunyo hech narsa olib kelmaysan. Qaytganingizdan shunday. Kimsan? To'g'ri. Tabii. U so'z xafa satmas. Rasm bilan ko'zim oldida keldi bu. O'shadagi aytadiki, yangi bo'ylagida. On sopilib o'qiyapman deymiz. Yangi bo'ylagi. Boyib ketib, qo'rqotma. Mammaligingga berilib ketma. Pul yo'qotadigan narsa demoqchi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi yaxshi boylar ham bor-ku. Saxiy boylar. Saxiy bor. No, shunday aytma. Qayerda mana barmoqdan bir. Mana barmoq mana. Ko'rdingizmi? Bir xil emas. Qanday o'rganding o'zbekchani sen? Telefonga qarab o'rgandingmi yo kursga qatnadingmi bironta yo o'zbek tilidan общение. Men russkiy o'tirib o'qiganman. Russkiy ham yaxshi gapiraman. O'zbekcha ko'chaga o'rganib ketganman. O'rtoqlar bilan, bratanlar bilan, tanishlar bilan. Men u yerma degan odam emas. O'tirib suhbat qilaman.
gapirib har bitta so'zni yodlab o'tiraman. Biz chunki nima dedim? Ali hali O'zbekistondamisiz, bilmaysanmi, qachon ketasan? Biz hali amalab ishlab oilalar harakat qilgansan, masalan, boshqa joyga ketganda, masalan, dedim, birinchi dedim. Ish kalada och dedim, tilni o'rganib. Hamma qilolmasangiz dedim, jigar qiynalasan. Shunday sekin amalab ketaman. O'tirib odamlar bilan atnesi qilib, gapirib qilib, suhbat qilib, shu o'rganib ketman. O'zbekdan tili umuman o'tirmaganman, o'qib A, B, G yo'q. Odamlar raz gapirib. Standart deganda nimani tushunasan? Savol. Standart nima? Ayt shuni, qani? Chunki bu ikkinchi marta eshityapti bu so'zni. Eshitdinglar. Nima u? Standart nima degan bu bitta yaxshi baratanim bor. U ko'p narsalar. Bitta baratanim bor. U bitta zo'r baratanim. U hamma baratanim. U yoshga o'tib ko'p narsa biladi hayotda. Endi o'rganib qiladi. Menga ukemga dedim. Men dedim, baratan, senga qo'shar qilaman. Endi senga yoqqan qiz bo'lsangiz dedim. Sablo degan qo'l bor dedim-da, standart degan gap. O'sha standart. Bo'ldi, bu yoqni tushunib oldi o'zi kerak odamlar. Qolganini aytmadi. Tepaga. Toshkentdan boshqa hisoblaganda qaysi biri yoqdi senga mana poytaxtni bir chekka qo'yib qo'y. Yoqqan viloyat. Yoqqan bilan mana Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo borganim yo'q, men yoqyapti aytib Jizni Surxondaryosi, qolganmi? Jizayam, qolganmi? Navoiyam, Namanganchi. Namanganim dash. Namangan dash Zomon ham. Bobur, Zomon, Namangan, Andijondan, Andijon Zo'rdan so'zor Bobur. Hamma viloyatim Andijon, Samarqand, Buxoro, hamma joylar dash. Men ko'pligiga borgan edi. Ko'plik bormagan-ku. Men bitta narsa savolim bor. Masalan, qaysi viloyatdan qizlar eng chiroyli? Qaysi? Xorazm emasmi? O'rta endi hamma avvalambor chiroyli, juda ham chiroyli. Chiroyli. O'rta SNGda eng chiroyli qiz bizlar. Bizlar, nimaga bilasan? Aytib qisqacha. Endi Toshkentniki, endi qayerda bo'lsang, qayerda tug'ilgan bo'lsang, oling joylarga. No, смотри. У нас были ханства, xonliklar bo'lgan. Men bitta narsani bilasizlarmi? Chiroyli qizdan, chiroyli qizdan shaharga yashamaydi. Chiroyli qiz. Chiroyli qizlar qayerda yashaydi? Qishloqda yashaydi. To'g'ri, tabiiy chiroyli qizlar. Tabiiy. Shaharda ham nima yashamaydi? Menga fikr yo'q, senga fikr bo'lsa-da. Qizlar nima deyapti? Shaharda qizlar ham chiroyli bo'ladi aslida. No, fikr tarbiyasi. Men bitta bir xariding ko'p. Shahar o'g'risi Senga hozir bir chasto bo'lib qolgandaysan, mana iskateza to bangda shahar juda ham. Men o'tib bitta narsa bor. Ko'p bizada. Mana bugun hammamiz bugun bilaman bratanim, xotinimiz bor, o'tib ham shunday. Men bugundan o'zimizdan, bugun gapirganim o'zimizdan biz bo'ydoq bugun, bo'ydoq, biz 3 ta o'rtoq bilan gaplashib qilamiz. O'zimizdan biz abizni bo'ladi. 40 gap qilamiz. Masalan, o'zimiz. Mana senga mana masalan agar senga mana bugun yoshcha, masalan, hali bugun hech narsa yo'q. Pasti. Agar senga qanaqa nima deymoqsan, agar qizlar, mana siz fikringiz qizlar qanday? Men bo'ydoqman. No, masalan, bo'ydoq, xotinim yo'q. Da, shuda. Da. Qo'rqaman, конечно, o'rta. Qo'rqasan. Я не дурак тоже. Ko'rib o'tiribman. Ana o'ylayapti, hozir shunda yugurib boradi-da, falon joyga shuni qilib chiqadi. Ali hop, это все было давно неправда. А вот это Васек ketdi. Qo'rqadi odam. O'shaning uchun eskidan bitta maqolamiz bor. Avvalambor yaxshi qiz mahalladan chiqib. Siz qanday fikringiz? Bo'ydoq bo'lsang, nima qilarding deyapsan? Surishtirardim. O'qituvchilardan surishtirardim bor. O'qituvchilar biladi qiz bolani qanaqa. Qo'shnilardan surishtirardim. Chunki uylanishda xato qilish kerak emas. Keyin hozirgi yoshlar bolam deb ketganda hammasi, ko'pi aksariyati faqat bolam deb pulni bolasiga tikadi-da, bolam deb emas, ota-onaga tikish kerak pulni. Chunki bolam deb tikorsang, bolalari ham bolam deb ketib qoladi. Men oddiy qizdan o'ylardim. Oddiy qizdan uylanardim-a? Oddiy. Qarang, Muhammad Ali O'zbekistonga kelding, 5 yildan beri yashayapsan. Eng xursand bo'lgan kuning qaysi kun? Eng zo'r xursand bo'lgan O'zbekistonda. Xursand bo'lgan kun. Mana eng xursand bo'lgan kuning 5 yil ichida. Birinchi bo'lgan kundan shu, qanaqa tema bo'lgan u kundan? 1 minut.
Bo'ldi, eslay olmayapsan. Butun mayli, O'zbekistonga kelgan emas, shu kungacha hayotingda tug'ilganingdan shu kungacha bo'lganingda eng xursand bo'lgan kuning qaysi kun? Men xursandchilik kunimdan bilmadim-da. Har tun o'zimga xursand bo'lamiz, pasi. Bitta bo'lish kerak. Ha, bitta bo'lish kerak. Tushunadi, u gaplar sal qiyin bo'ladi. Shunday o'ylab o'tiraman. Bo'ldi, keyinroq bu savolga qaytamiz. Hozir gaplashaveraylik, eslab turaverasan uni. Bu xabardan eng yomon xabar iskanimdan dadam o'rgani. U xabardan eng yomon xabar iskanman u. Eshitlaring, mana eng og'ir kuningda hayotingda kundan bratan mana bu yarimim ketgan, palaven bratan. Halimgacha bitta yarim yuribman. U kundan to'g'am bor. Kim aytgan men bu xabarlarni? U halimgacha gapirgim kelmayapti. Galasov esa halimgacha Galasov ocholmay qo'ydi, yuragim duxum yetmayapti. Dadang o'ldi deb Galasov o'tmashaganda. Tasagan. To'g'amdan suv telefoni gapirgan mana to'g'am halimgacha men ocholmayman u profilisa. Mana Telegram kirasan, bu nima telefon bosib SMSlar bor, halimgacha ocholmayman. Sen telefon o'sha raqaming bormi? To'g'amni aytganda mana O'zbekistonnikimi? Yo, Telegram, WhatsApp, WhatsApp to'g'am. Yo, nomer bor. Xabar Galasoy kelgansan, Galasoy. Bir marta iskanman, halimgacha iskim. Oilada nechta farzandlar? Oila ham qiziq, aytib ber mana. Otang rahmatli, onang, nechta aka, uka, singillar? Buni oilamdan ikkita qiz, ikkita o'g'limdan oilamiz. Opam bor, Bintu. Keyin akam Abubakar, Xadija. Keyin akam Abubakar, keyin men, keyin Xadija. Eng kichkina singil. Abubakar nimadan приезжал, да? Keldi sut Abubakar akamdan oldin, nasab o'ynaganda. Abubakar u yuribdi-le u. Dadang ismi nima bo'lgan? Dadam Musa. Onang ismi nima? Onamdan Fatih Bintu. Fatih Bintu, ha. Ular otang ham, onang ham senegallik fuqarosi, ha? Ha, senegallik fuqaro. Endi O'zbekistondagi eng qiziq kuningni, xursand kuningni aytgin, esingga tushgandir. Eng xursand kunimga qimlar kutib olamiz, hali paka sutamiz, birar. Shu kungacha. Surpriz. O, kutmadingda xursand. Ba kutdim, mana ko'p bor. Nima bo'ldi? Mana bor, mana bugun mana masalan senga tug'ilgan kunimni bir bo'la har xil bo'ldi. Men eng katta ham yana bor kutib olamiz hozir. Endi yo'lmoqchi ekanda. Endi boshlanadi masalan dedi. Shuni deyman, endi boshlanadi. Endi hamma bitta. Endi shu kundan bo'ladi oxirisi emas. Hech endi hamma shu urushib ham qolyapsanmi birontasi bilan? Bu yerda urushib qolmadingmi? Yo'q, ya yuz. Rosa urushib qoldinglar, Yuring. Odam bu ko'tarasan, yana boshqa odam ko'tara olmaydi. Ayniqsa bosib olib keladiganlar bo'ladi. Tushundingizmi? Qiyin bo'ladi bunaqa pabi. Ko'rganman, o'zim ham boshida turganman. Mazga tushuntirib bo'lmaydi. Shungisi ham kelmaydi. Men bunaqa vaziyatdan ko'p bo'lganda, chunki men qanaqa bo'ladi-de, men yuragim agar ko'tarmaydigan narsa ichkim yasi issiq bo'ladi-de, to'g'risi. Biroq yana bir odam kichkina narsani qiladi senga. Bugun bitta odam bir narsa qiladi-de, u bilasan u odamlar nitu qilgani bugun yuragim teyapti. Bilasan o'zingiz. Men bir qapa indolmaysan. Sen bitta joy o'tirasan, yurak o'riydi-de, turib. Men u narsa ham yaxshi. Nima uchun? Agar xafa bo'lasanmi, sirasi joydan tavba qilish mumkin. Oxirgacha voy tavba qildim. Deyish mumkin. Chunki men birinchi marta qachon mamma bo'lsa birinchi marta odam ozgina bo'lishi kerak. Chunki yumshash kerak. To'g'ri. Amalish kerak. Birinchi sabr ozgina, sabr chuchib bo'lsam chigar. Yana bu sirasi xafa bo'lasam o'ldirish mumkin bir bloq qilib, ertaga inniga ham o bo'lganim qilmayman deysan-de. To'g'ri. To'g'ri aytasan. Men hayotdan bo'ladi, erkak emas, bir qapa ko'chaga bo'ladi, bir azina bir hamma bir pim-pam bo'ladi, tis bo'ladi, hamma bo'ladi, odamlar ajralib bo'ladi. Tamom, erkak degan narsa, u hayot keladi-da, u narsa bo'ladi, tamom. Bo'ladi u narsa. Bo'lib turadigan holatlar erkak kishini boshida. To'y qanaqa bo'ladi? Mana bizda to'ylarni ko'rding, qanaqa endi qisqartirilyapti, yaxshi bo'lyapti-da, hozir odamlar. Sizlarda qanaqa bo'ladi? Shu bizga o'xshagan bo'ladimi yo sal o'xshaydi, chuchu. To'yxonalarda bo'ladimi yo to'yxona bo'ladi, o'zimizdan ko'p paydan ko'chaga bo'ladi, ko'p paydan bas katta qilinadi, mahallab hammasi keladi. O'zimizda jembe bor, hamma dangordungo ayollar hammasi keladi. Bu maza bo'ladi. O'ynanib bo'ladi. Ular deyishilmaydi menimcha. Kortmaysizlar? Yo'q, o'zimizdan u foto ko'rgan, o'zimiz ayoli. Shunda o'zim bunaqa ayoli, o'zim ota-onalar usul kelasan, mana usul aroq bor.
Yo'q, unaqa u tug'ilgan kunimi, bayrammi, nima bo'lsa ham yo'q narsa. Aroq yo'q. Ya Fantami, Pepsimi bir-biriga. Birinchi hayron bo'lib ketdi. Kirib qoldim bay, ko'rdim bay tepada. Ay dedim. Bitta qo'jaga Ali. Elesini dedi Ali ta. İçini çıkırıyor. Yo'q, mana u ichini. Uni qo'yib qo'ydim. Korkuyor. İçini. Şu payız kaç lira? Qanday meydanda kinoni nomi? Opokiyo. Opokiyo. Tushkunlikka tushib qolgan odamlar borda, qarzga kirib qolgan odamlar ko'pda. Ishi yurmay turgan odamlarga nima deysan shularga ham? Yaxshi. Bu baribir bitta motivatsiya gapirsang, chunki kuzatadi-da ancha-muncha odam. Wow, mana hali kimdir ish bilan yurmayapti hozir. Bitta gapim bor, jigarlar hozir oxirgi dunyo emas, bor hozir. Ertaga indiga har kundan yangi kun. Bugun qiyin bo'ladi de. Men ertaga indiga bitta kichkina narsada ishlar bilan bam bo'ladi yurgush. Azgina ushlash kerak, chuchut qo'ydik. Samagilarni yashashni davom etish kerak. Taslim bo'lmas kerak, gazni bosish kerak. Baribir o'xshaydi. Bir o'xshamaydi, ikki o'xshamaydi, uch qachondir o'xshaydi, chunki har kuni qorong'i kun bo'lmaydi-ku, oy chiqadi, quyosh chiqadi. Erkeni omad bilan hazırlash kerak emas. Bitta ishing yurishib ketib qolsa, ketdi bu. Erkeni omad bilan hazırlash kerak emas. Sen o'zi ko'ramizki, masalan, bitta omadi kelmadida, bitta zavod kichkina sex ochaman dedi, quydi. Provodkasi quydi, ishi bo'lmay qoldi, pul kelmay qoldi, o'xshamadi. Ularga birinchi mahsulotiga aldandi. U o'rnida turib yana harakat qilib ishlashga yana boshlayapti. Buni ustidan ko'chib beraman. Xo'p, mayli Bu yordam berish. Yurmasin o'sha Cadillac'dami yoki Bentley'dami, yurmasin. Spark'da yursin, Matiz'da yursin, lekin uni omadi bilan hazırlash kerak emas. Keladi, hammaga kelgan, xudo xolasa hammaga kelsin ham, hamma keladi. Ko'p yoshlar dadasiga qarshi ketib qolayotganini ko'ryapmiz-da. Dadasini urishadi, urayotganlar ham bor. Ko'pchilik bilmaydi. Men u narsalarni qachon sezdim. Uzoq bo'ling. Mana bugun yosh payt bo'lasam, har doim ota-onalar yoniga bo'lasam, bir xil payt aytadi senga qilmaysan. Ozgina chiqing boshqa chetga borib. Ko'rasan. Bu narsalarni o'zi sezib o'tirasan, sovxonasan. Endi super, yana boshqa bolalari o'ziz tarbiya ish narsa yo'q. Men o'ziz Mustafar uchundan chiqib, u tarbiya topildi. U hayot ko'chaga tarbiya berilgan. Nima uchun? Sabab chiqilgan, ota-onalar yo'liga bo'ladi. Ona, shunday bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Chiqqaningizdan keyin ona yo'q, dada yo'q. Musofirchilikka chiqqanda ham turistik emas, ishlaganingizda. Ishlashadi, keyin eng muhimdan qarab qilasam atrofdan. Mana bitta narsa qilasam, onasi urmaydi. Men mana bola qoladi. Agar begona odam bo'lsangiz, muammo bo'ladi. O'quvchiga nima qilish kerak? Normalni qilish kerak. Yangi tarbiya bo'ling. Chunki onasi ko'taradigan narsani begona odam ko'tara olmaydi. Musofirchilikni o'zi tarbiyalab qo'yadi. O'zi tarbiyadan. Maktabda qanaqa baholarga o'qigansan? Men maktabga mana O'zbekiston qanaqa deyiladi bilmayman. Mana birinchi yosh bor mana. Nima deyiladi? Baho qo'yiladimi o'zi? Menga birinchi ayt. Bizda 1 dan 5 gacha baho qo'yadi. Yaxshi o'qiganga 5 qo'yadi. Dars qilmaganga 1 qo'yadi. O'zbekiston mana 10 bor. 10 gacha. Sen 4 olganmisan 10 da ichida, 5 olganmisan? Yo'q, qarab, men har xil olganman. 2 olganmisan yo'q? Har xil olganman. Necha основной? Mana men taxminan 3 ga ham tortmaganman. 3 tortdim. Yo'q, men qara, men oldin. Meni uchun seni 6 bo'ladi. Da qara, yo'q, men adamcha 10 olganman, xudo haqidan 10 olganman. 8-7 ham olganman, 0 ham olganman. Ha, bir xil bo'lgan ekan. 0 ham olganman, to'g'risi. 0ning 1da. 0 ga nima sabab? Bal paytda o'qimagan. Qara, men 2 menga 1 qo'yib berardi. O'qituvchilar, ustozlar ko'pi kiyinmay uyga kelib kalta yemaslik uchun dadamdan birdimday qilib qilardi. Vaziyatdan chiqadi. Men u 0 dan nima uchun leson beradi uyga borib, dars qilmayman. Uyga borib sumka qilasan, tashlaysan. Ketdi. Ertaga o'tiram. 7 dan dars qilasan. Dars chiqish kerak. Ertaga lesonga hamma kim qo'l olmasa acha bo'ladi. Kalta yesan degan. Jigarim. Nima qilyapsan? 5 minutdan keyin nima bo'ladi? Sen bilmaysan, men ham bilmayman. Yillar haqida orzu qilamiz. 5 minutdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku, Otabek aka. O'tibchi dunyo o'rta. Kimdir o'tibdi desangiz, janoza desang, reaksiya bermaydi-da, chunki ular yo'qotib bo'lganlarni yo'qotib bo'lganda, otasi ketgan, onasi ketgan, amaki, tog'a, xollalari hammasi ketganda, o'sha yoshing o'taversa, bilaverar ekansan-da, yaqinlaring ketaverib, oxiri chust tutmay qolasan.
Shuning uchun borida qadrlash kerakda hamma narsani. To'g'ri. Ota-onani ham, aka-ukani ham, hammasini. Hayot biroz qisqa. Ko'chadagi muammolar bu o'tkinchi. Xudo xohlasa hamma Gidralayf suv ichayapman. Maslahat beraman. Gidralayf zo'r suv. O'tkinchi dunyo. O'tib ketadi, hamma o'tib ketadi. Biz ham o'tib ketamiz, hamma o'tib ketadi. Bir kunlik muammo bilan dunyo Nima bo'lgan taqdirda ham mayli yo'qchilik kelsin, boshqa bo'lsin, vatan tinch bo'lsin. Tinchlikda gap ko'pda. Agar bir notinchlik bo'lib qolib, keyin u pullaring bo'lsin, u boshqang, chunki o'q ovozlari eshitib, tashqaridan eshitib tursang, puling ham yordam bermaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Shu imkonni boricha tinchlikni saqlab qolish kerak. Tinchlik juda katta ne'matda. Bir ikkita qo'y bor ekanda, ikkita qo'chqor. Bittasiga yem xashaklarni zo'r berar ekanda, faqat oldiga bo'rini baylab qo'yar ekanda. Zo'r yem yeydi kuni bilan, xashak yeydi, semirmaydi, chunki oldida bo'ri turibdi-da, xavf bor. Ikkinchi qo'y umuman faqat xashakni o'zini yesa ham undan ko'ra yaxshiroq semirar ekanda, chunki tinchlik degan bir juda bir qadrli ne'mat bor. Qadriga yetishimiz kerak. Jigarim, umringizdan rahmat deydigan odamdan dadangiz bo'ladi. Umringiz oxirigacha, Bo'ldi, to'g'ri. Malades, sendek fikrlasa ekan bizda ko'pchilik borda otani hurmat qilmaydigan odam bolalar ham ko'p. Bir kun yo'qotib qo'yganda bilan tushunmaydi tirikligida. Sen aytasan-ku, eng og'ir kunim dadam o'tgan kun deysan. Shunaqa o'zi asli ham. Ota-onani qadrlash kerak, borida qadrlash kerak, yaxshi qadrlash kerak. Bozordagi eng qimmat mevalardan olib yo'qlab turish kerak. Ular yeydimi, yemaydimi qiziq emas. Bozordagi eng oldi meva-chevalari bo'ladi-da. Ko'p odam o'rganib qolganda ikkita issiq non olib boraverib, ikkita issiq non olib boradigan. Eski bitta narsa tasvirlab berish mumkin. Ota-ona do'st. Men eshitib hozir ta'sirlanib, o'ylab, u endi ko'zingiz oldingizda bir tasavvurga olib kelasiz-ku. Har juma men o'sha bir 2-3 yildan beri, 2 yildan o'tdi-aniq, ota-onam umrlik safariga borib ketishganda, после этого я взял хорошую привычку. Хорошую привычку взял. Каждую пятницу я еду к маме. Ziyoratga. Bitta chiroyli atirgul и onam oldiga. Harakat toping. Har juma. Har juma. Ray Moskvinskiy ota-onam do'sti, juda ham ko'p narsa bor. Nafrat bilan o'zini farzandiga qarab, "San" dedi, uni o'g'lini urishyapti, ertaga конечно bu otaga qo'l ko'taradi yoki nimadir bo'ladi. No, nafrat bilan qo'ydi. Ценить надо тогда, когда рядом. Ayollarga yana maslahat, farzandlarni oldida erini yaxshi hurmat qilish kerak. Agar ayol erini bir tiyinga olmasa, keyin undan tug'ilgan farzandlar ham bir tiyinga olmay, ertaga bolalar buzilib ketib qoladi. Ko'ryapmiz-da hayotda. Chunki ayol kishi erini poshshodek ko'rsa, farzandlar ham ertaga to'g'ri yo'lga yurishga yaxshi-da. Ayol hurmat qilmay tursa erini, u ertaga bolalar ham quloqsiz bo'lib ketadi, na otani, na onani gapiga kiradi hayotda. Shuning uchun ayollar farzandlaringni otasi bilan qo'rqitsalaring, ertaga katta bo'lganda qiynalmaysizlar, o'zlaringga ham tayyor bo'ladi, aytganlaringni qiladi. Sizlar o'zlaring qo'rqitib otani hurmatini qilmasalaring, otasini, sen nima deysan Muhammad Ali? Eng boy inson kim? Ota-onasi tirik inson. Ota-onalar bor inson. Yaqinda bitta davrada o'tiribmiz. 5-10 kishi eng boy inson kim deb bir-biriga savol beryapti, bittasi turib, "Bu" deydi. "Nimaga buni ko'rsatyapsan?" desam, "Bu katta soliq to'laydi-da" deydi. "Soliq katta to'lagan odam boy, noto'g'ri aytyapsan" deyapman. Soliq to'lagan odam ikkinchi o'rindagi boy bo'lishi mumkin. Birinchi o'rindagi boy ota-onasi bor odamda. Prezidentlar ham qo'rqadigan bitta kasb bor. O'sha kasb nima? Prezidentlar ham undan qo'rqadi. O'sha kasb hunarmi? Tuman hayotda yana savol qaytarib bering. Dunyoni podsholari ham qo'rqadigan bitta ishchi bor. O'sha ishchidan qo'rqadi hamma. O'sha ishchi kim? Hamma qo'rqadi. Yo'q, bitta ishchidan qo'rqadi ular. Haqiqatan qo'rqadi. Nima bilasizmi? Yo'q, jallodma. Jalloddan nima qo'rqadi? Jallod. Podsholarni qo'ldan. Это работа или что? Aka, podsholar ham, prezidentlar ham qo'rqadigan kasb egasi bu sartaroshlar bo'ladi. Ha, jallod. Oldida bo'raman. Oldinga kelib, hozir bunaqa pokkisi bilan bular qo'rqasan o'zing, hozir bilasan, boshlab qo'ymasin. Sartaroshlar o'z informatsiya eng ko'p kasb
Bitta taksist bo'lsa, birinchisi, ikkinchisi sartaroshlar. Bularda informatsiyaki ichki ishlar xodimlaridan ham ancha ko'pda. Bular chunki har kuni hamma odam bilan gaplashadi. Kimdir ichib olib keladi oldiga, kimdir qotib olib keladi. Lekin bu haqida ichki ishlar xodimlari ham biladi. Ular ham biladi, kerak bo'lsa informatsiyani kimdan olamiz desa, taksistdan olamiz deydi yoki sartaroshdan olamiz. Muhammad Ali musofirlik nima berdi senga? Musofirlik. Boylik bermadi, yuragim olib qo'ydi. Yoshligim dadam. Yuragingda yoshligingda olib qo'ydi, dadangda ham olib qo'ydi, musofirchilikda. Otasining janozasiga ham bora olmay qolganda bu otasi mana shu yil mart oyi o'tgan. Muhammad Ali soxta do'st bilan haqiqiy do'sti qanday farqlasa bo'ladi? Kambag'al bo'lsiz. Kambag'al bo'lganda farqiga borib qolasan, boyligingda bilinmaydi. Обязательно. Boylikda hamma do'stlar. Boylikda hamma do'st bo'ladi, atrofing to'la odam bo'ladi. Bir marta kambag'al bo'lib ko'rish kerak. O'shanda unda erkak kishini boshida bir ko'naqa. Bir xafa odam shunday deydi, kambag'allari, boylari. Boyligingda ko'p odam kelib qarz so'rasa, berish kerak ekanda, bermay qolsang, ertaga keyin kambag'al bo'lib qolganingda bera olmaysan-da, o'zi kambag'al bo'lasan, rosti bilan bera olmaysan-da, keyin qiynalar ekanda odam, chunki beray desang imkoning bo'lmaydi. Shuning uchun imkoni borida berish kerak. Bilasizlarmi, boy nima degan boy? Boy odam qanday bo'ladi? Boy odam bilasizlarmi? Boy odam endi ikki xil, uch xil ma'noda tushuniladi. Ko'p odam puli bor boy odam deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Puli bor odam boy hisoblanmaydi-da. Boy degani tarbiyali bo'ladi. Ko'cha-kuyda birovni o'zidan yoshi katta odamlarni hurmat qilishni biladi. Ana boy. Ko'chaga chiqsang, o'zingdan kichkina bo'lsa, assalomu alaykum deb tursa, otangga rahmat deysanda, puli ko'p bu banda qilib tursa, uni nimasiga rahmat aytasan? Ko'ryapmiz-da. Men bir xafa endi boy ham boy ham unaqa emas-da. Shunaqa. Men bir boyni yaxshilari ham bor, juzarlari. Lekin mana bu bunaqalari ham ko'pda, qandaydir bir kibr otiga minib oladi, qamchisi qo'lda taqillatib yuradi. Men bilasizlarmi, bir xapani fikrim, men hozirgi eng zo'r boy bilasizlarmi, bir xapani kimdir xarji yo'q, bank kredit isnasi yo'q, eng boyda u. Eng boy odam xarji isnasi yo'q, javob beriladigan joy yo'q. Boy desan, mazza. Ko'p odam oyda oxiri kelsa, qo'rqib qolaveradi. Kredit to'lashim kerak deb eng boy shu-da, masalan, fikrim. Birga odam o'zi ham qaramasa, yurish-turishiga yo'q, o'zini o'ylab yashar. Endi to'g'ri-da. Eng muhim bir xabar shunday. Kelasam oymi, oxirgami o'qilgan tursin, hech kim degan xarzim yo'q, hech kim degan beriladigan javobim yo'q. U boy narsa-da u. Bu chunki xohlagan joy ko'tarib yurishi bo'ladi. Chunki hech kim javob beriladigan joyi yo'q. Qarz borlar tezroq qarzni o'zingizga deb bemalol. Hojari-da. To'g'ri. Gap xo'jaga topiladi, to'g'ri, это реальный. Boy, siz fikringiz nima deydi boy? U mazza masalan. Qarzi yo'q odam bor. Boy ko'ra, chunki mana mazza yursa bo'ladi. Qachon boy bo'lsa qarzi bor, mana oxir qarzi ko'radigan odam oxirga shunday qilasan, bas bo'lasan. Yashash ham kerak-ku, boy ham bo'lish kerak. Ishlash kerak ko'p. Va nu u bo'ladi. Aytnada to'g'ri. Oluvchi beruvchi qo'l bo'ladi. Insofli boy bo'lish kerak. Yo, prosta bu nima uchun? Yana boshqa odamlar qiynalib yurdi, boy bo'lmoqchiman. U demoqchiman, u odamlar qiynalsat emas. Yotib yeganga tog' chidamaydi. Harakat qilsang boy bo'lasan. Endi qatdan narsaga podarkaga pul kelib qoldi-da, sen bir yillik boysan bo'ldi, yana ketdi. Tushunasan? O'sha bir yillik payti boy qolgan, masalan, qatdandir uyini sotgan yoki nimadir qilgan bo'ladi, endi pul shunchalik aylanib qoldi, desa u boy. Ko'tini kelsa shunchalik darajada yo'qotib bo'ladiki, bosib tusarini bilmay, oyoq yerdan uzilgan, lekin pul tugagandan keyin yana eski holga qaytadi. Dedim, endi yomon narsa mana bu. Peshana teri bilan boy bo'lgan odam, peshana teri bilan, xatti-harakati bilan, ish birodarning ishonchi bilan boy odam, u xudo xolasa kelajagiga zo'r ko'chadagi muloqoti, do'stlari ham yaxshi bo'ladi. Ko'p odamning aqli cho'ntagidagi puli bilan bir xil bo'lar ekanda. Cho'ntagida emas, o'pshik uyida. Deylik, $50,000 pulim bo'lsa, $50,000 aqlim bo'lar ekanda. O'shan bilan ishlashim kerak ekan men. Hali 50,000 olib yana undan 100,000, bundan 100,000, bundan 100,000 qilib $1 million qilib olaman. O'sha aql $1 million emas. Yutqizib qo'yar ekanda, keyin biznes qilgan odam. O'zini sharoiti cho'ntagidagi bor puli bilan biznes qilish kerak. Katta pulni ko'chadan kreditda olib, undan qarz olib, bundan olib, chunki aql buncha, u buncha pulni yutqazib qo'yar ekan. En har doim hammaga berilmaganligida man har bitta duodan beraman Xudodan, man deyman Xudodan. Hayotim boshlarimiz qiyin bo'lsa ham bo'laveradi dedim. Xudodan dedim, oxirga ham o'ylashim kerak, oxirgacha. To'g'ri. Shu o'ylash kerak.
mana boshinglarni boy bo'lishi mumkin, oxirgacha saniki oxirgacha kambag'al bo'ladi. U eng yomon narsa. Har doimdan nima duo berish kerak? Xudodan mana bugun qiyin bo'lsa ham, men oxirga yashagam tinch bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'lsangiz. U eng samarali. Mana bugun endi boshdan ishlar qiyin bo'ladi, kambag'al bo'ladi. Men eng muhimdan boy bo'ling, oxirgacha yashash. Bu zo'r. Oxirga yashash. Boy bo'lib, tinch bo'lib, u ko'pchiliklar solih bo'lib, hamma shu duolar beradi. Bitta narsa bor. Bilasizlarmi? Ko'pchilikdan unaqa narsa duo qilinmaydi. Afrikadan bilasanmi bitta narsa? Xo'ja aka. Qachon duo qilinadi? Har doimdan erkak tomonlari duo qiladi Xudo. Nima deyiladi boboylari? Odam mashina so'raydi, hamma xo'p duo qilar so'raydi. Aytadi Xudodan o'zi solih bering. Har doimdan o'zimizdan nima deyiladi? O'zimizdan xotinlarimiz xafa bo'lmaydi deyiladi u solih uchun. Bilasam nima demoqchiman? U har doimdan to'g'ridan har doim men bemalol ishlab yurib. Tushunasanmi nima deyman? Tushundim. Har doimdan bemalol xotinim bo'lsa bemalol ishlatsa yurib, u ham duo qiladi. Yana odamlar bugun duo qiladi. Men buni pul bering, bular bu u duodan, puldan aytadi Xudodan, men buni o'zimiz solih bo'lsa, xotinlarimiz xafa bo'lmaydi. Xotin kishilarga javob turish kerak demoqchimisan? Yo'q. O'zidan duo solih duo. Mana masalan video bu hamma bu kisam. Men o'zim solih asfar, solih ham so'raydi Xudo. Har doim o'zim asfardan tinch bo'lsangiz yurib, Xudoga masalan tinch yursangiz. Shu ham duo berinadi. Ha, tushundim. Taxminan tushundim endi. Tushundingmi deyman? Kisamiz bu yoqda. Mana bu ham kisamiz. U ham solih so'raydi, u solih. Mana masalan aytadi Xudodan pul bering, ma'muni bering, solih ham so'rash kerak. Ma'muni. Agar senga pulis ko'p bo'lsa, u narsa islatmasa, senga pulis bo'la olmaysan. U ham xushadi u narsa. Muhammad Ali bugun tug'ilgan kuni bo'layotgan gaylarga bitta tilak aytib bor, yaxshilab. Ajigara xamas gaylar, xo'jakalar, gaylar qaysi bor? Nima bor? Mana milliy go'aji papalkonik, nima yana? Ichki ishlar, islar, uchastkovoy, mahalla Sergeli uchastkovoy, hammaga salom jigarlar. Hamma gay aka-ukalar tug'ilgan kunlar bilan, hammaga kimdir gaylar tug'ilgan kuningiz bilan va hamma prokurorimiz Luboy odamlar, oddiy odamlar kim bo'lsa hammalarni addush. Вам крепкого здоровья. Peace and love. Malades, sizlar borsizlar, biz ko'chada yaxshi yuramiz. Gay bo'lmasa tasavvur qilib ko'ring nima bo'ladi. Hamma bir-birining ustiga chiqib ketadi. Nima dabdala bo'ladi, dablarda. Yoz bor, issiq bor, sovuq bor. Aka, они всегда Nada, shuni demadi. Qani biz yurib ko'rdik, 2 soat chorrahadan. Shunaqa 10 minut birovni kutish chidamayman aka, 5 minutgada, lekin bu malades. Ichki ishlar xodimlariga ham gap yo'q, cho'zko'ylar ham deyman shu. Men endi buni nima? O'zini oilasini tashab, birovlarni tinchlik. Mana yotib o'qiysan, kechqurun o'zi amalga ketadi. Ha, o'zi duo qilmaysan. O'zing aytdi. Shunday qilgan yaxshilab duo. Aday, bemalol bismillah, alhamdulillah, maliki amin. Wa tabaraka rabbuna qabla rasulana ya Allah ya Allah. Wa tabaraka rabbuna qabla rasulana ya Allah ya Allah. Wa tabaraka rabbuna qabla rasulana ya Allah ya Allah. Yàlla musa seytaan musiba ak bala di ñaanal Mustafa li yëpp yàlla aar sàmm ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Amin. Bu duadan Mustafa la xamaga bu duala utses. Afrikacha ishlagan man u judayam yaxshi niyat dedim. Hammamiz ishlar yursiz, ota-onalar tinch bo'lsiz, har doimlar ishlar bilan yurish bo'lsiz. Ensam qiladi. Qolganbi muammo Xudo yordam beradi. Musofirning duosi ijobat bo'ladi deydi, chin dildan duo qildi. Eson-omon oila bag'riga, ota-ona bag'riga yetib kelishlik, hammalaringga boy, badavlat, sog' salomat bo'lib yetib kelishlik nasib qilsin do'stlar.